Homiladorlik davrida jig'ildon qaynashidan xalos bo'lish mumkinmi? Albatta mumkin. Faqat quyidagi tavsiyalarimga rioya qilsangiz bas. Kam-kamdan tez-tez ovqatlaning. Ovqatlanib bo'lgach esa birdaniga yotib olmang. 30-40 daqiqa tik turing yoki o'tiring. Yostig'ingizni biroz balandroq qilib yoting. Bu qizilo'ngachdan kislotaning yuqoriga ko'tarilishini oldini oladi. Tabiiy mahsulotlar orqali yengillik keltirishingiz mumkin. Banan iste'mol qilish kislotalikni neytrallaydi. Sut yoki yogurt ham sizga koni foyda bo'ladi. Gerkules suli yormasini qaynatib iste'mol qilish oshqozonni himoya qiladi hamda kislotalikni pasaytiradi. Sabzavotlardan esa brokkoli, bodring hamda kabachok har kungi ratsioningizda bo'lishi shart. Yog'li ovqatlar, achchiq-sho'r mahsulotlar hamda gazli ichimliklardan voz keching. Ular kislotalikni oshirib yuboradi. Unutmang, sog'lom ovqatlanish va e'tiborli harakatlar orqali siz homiladorligingizni oson va qulay o'tkazishingiz mumkin.